Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Urganch shahridagi Karvon Medline klinikasi urolog shifokori Qilichev Alisher bo'laman. Karvon Medline klinikasi Germaniyadan keltirilgan eng zamonaviy endourologik apparatlar bilan jihozlangan. Bu yerda buyrak va sidik yo'llar toshlarini kesmasdan endoskop usulida olib tashlash operatsiyalari, nefrostoma va sistostoma qo'yish, sidik yo'llarni stentlash, prostata bezi adenomasini kesmasdan tabiiy sidik yo'llari orqali olib tashlash, ya'ni tur operatsiyalar bajariladi. Bundan tashqari, erkaklar bepushligi, erektil disfunksiya, prostatit va sistitni davolash, varikoseli, moyaklar istisqosi, ya'ni vodyanka, kriptorxizm va orxoepidemik kasalliklarini operativ davolash va boshqa urologik kasalliklarni jahon standartlariga mos eng so'nggi zamonaviy usullarda davolash yo'lga qo'yilgan. Urologik kasalliklari mavjud bo'lgan bemorlar Karvon Medline klinikasiga murojaat qilishlari mumkin.